Assalamu alaykum, hurmatli Tezlik Kech kanalımızın görüşçüleri, kutmandu gününüzler meyen. Bugün 2021 yıl tuğanlar. Hafta günü 3. gün. Biz Batken şarındağı mal bozara keldik. Targoya ayılındağı Batken şarına qaraşlı. Sizlerge hazır malların, bağların kenendirek malumat alıp berебиz. Mayda maldan başlayaq. Uşul chetine başlay berek. Hazır esi barların bарын баларын сұрайбыз. Aka bazar qancha qildi bu qo'ylarni? Bunalar 7 yerinden kam. 7 yerinden kam bor, ha? Buni kichirasiz. 5,5 ming so'm, ha? Puchmagan, ha? 5,5 ming so'm ekan. Mana ko'ringizlar. 5,5 ming so'm, 7,5 ming so'm deydi. Mol o'ta ko'p. Uloqlar qanchadan ekan aka? Tezlikgacha. Qanchadan ekan? 2,5 kam bor, ha? 2,5 ming so'mdan kam bor ekan ular. Aka, uloqlar qanchadan sotasiz? 2,5 dan Kim bor, ha? 5 ga bo'ladi. 5 ga bo'ladi. 5 ga bo'lib turibdi. Ko'tang serka ekan, ha? Yaxshi ekan. Daha bir uloq bor ekan, shonda pul so'ray. Aka, bozor qanchadan qilib ketdi bularni? 5 mingga. 5 mingga berganmiz. Telefon tortib qo'ydingiz. Qochib ketaydi. Shuni bo'ya qo'yib qo'ygan. Og'iz kelgan. Pul qancha aka pul? Puli 5 ming. 5 ming so'm, ha? 5 ming so'm ekan. Qaysi kanal? Tezlik Kech kanal aka. 5 ming so'm deydi. Aka, bozor qancha qilib ketdi bularda? 12 ming so'radi ku. O'koni 12 ming so'm, ha? Qanday serka bular? Serka o'kot. O'koting serka ekan, ha? 12 ming so'm qilib ketdi o'koni. Mo'ljara chundus echki bor ekan. Aka, pul qancha qilib ketdi bozor echkini? Bozor qilaylikmi? Bu parodoz qanday kichkina boshqacha o'ltiradi? Angur echki. Angur echki ekan. Bu lot qancha qilib ketdi aka bozor? 2,5 ming. Bermadingiz 2,5 mingga. Bermadim. 2,5 ming so'mga beribsiz. 2,5 mingga beribdir. Echki uloqlarin, bolalarni ko'ringizlar. Bu yerda qo'shqonlar bor ekan. Ziyan qo'ying, foydangizga yeting sizdi. Qanchadan o'tadi ekan qo'shqonlar? So'liq. Qancha? 13 dan kami bor. 13 ming so'mdan kemi bor ekan, ha? 13 mingdan kemi bor ekan. Aka, molni qarangizlar, o'ta ko'p mol. Ishni aralab ko'rsataylik sizlarga. Aka, cho'ng qo'chqoringiz qancha buni cho'ngi? Cho'ng 30 dan kami. 30 ming kemi bor, ha? Buna kichkinlarichi? Ular 15 dan. Bular 15 ming so'mdan ekan. Cho'ng mollarda ko'rsataylik. Sog'lom uylarda, torpoqlarda, ovozlarda. O'shandan so'rayapchi. 70 ga berib qo'ydingizmi? 70 ga berib turib shuni. Aka, qancha o'ltadi bu yana ular? 58 ming. Bermadingiz 58 mingga. Qanchachi bolasi bu? Birinchi o'xshaydi. Birinchi bolasi ekan 58 mingga beryapti. Elik 8 mingga beryaptir. Bu yerda bog' oltadi. Bu yerda novozlar bor ekan, novoz. Aka, bu puli qanchadan bu novozlarning? 65 dan berib. 65 dan bermadingiz, ha? Qanchacha sharab qoldi? 1,5 jashar ekan, 65 ming so'mdan beryapti ushul novozlarda. Malning bahosi yaxshilashgan ekan. Kanalda birinchi yol ko'rish olsangiz, anda podpisatsiya bosqichini bosib, kanalga qator qo'yingizlar. Keyingi chiqqan videolarda birinchilardan bo'l ko'rilasizlar. Bu yerda Gerefordlar bor ekan. Hozir esini tog'ayaqcha.
Kolmen o kurbanga qo'shib qo'ydi da o'ch ketib qoldi. Necha aytdi? Esi joq bo'ladi, to'g'onlar so'rayaq desak. O'ta cho'ng ekan. Rasa bag'ibdir jemga. Bu yerda jalag'ani sog'inuvlar, torpoqlarda. Bu sıyır qancha oldi o'zi? Bermediniz. Sağ olun. Qancha aldınız aka bunu? 45 ga ketdi o'xshaydi. Aka torpoqning bahosi qancha bo'lib qolibdir aka? Puli qancha oldi? 25 doğru. Vermediniz 25 ga. Yo'q. 25 ming. Pasırak sıra şurada. Pasar. Sıra otat. Bir qayna. 7 qara. Pasar qancha qilib ketdi? Pasar. 23. Vermediniz 23 ga. 23 mingga berib o'tdir ushul torpoqni. Ushul yerani. Aka bu torpoq qanchaga bundan ola bular? 25 ga berilmay turadi. 25 ga. 25 mingga ushul torpoq berib ekan. Qaranglarchi. Ko'rdingiz shunda. Hozir cho'ng o'g'onda o'ta zo'r sıyır bo'ladi ekan. Mana aka, tandamay.